Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan aziz birodarlar, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana yana bitta ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerning manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida bo'ldi. Xo'p, 9 metrli ayvonga Zalatoy dub akfadan terasga qilib berdik. Hop, razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, eshigimizni razmeri eni 225 ga, yonidagi romlarini bo'yi 1.92. Eshikning umumiy bo'yi 285 bo'ldi. Yonidagi romlarning razmeri, ikkita oraliqdagi romning razmeri, xo'p, bo'yi 1.92 ga 225, keyingisi 1.92 ga 223 bo'ldi. Xo'p, teva 2 ga bo'lindi, pastlari 4 ga bo'lindi. O'rtada ikkitadan ochilish bo'ldi. Xo'p, bag'i ikki qanotli eshigimizni ikki yonida bakavoy bo'ldi. Xo'p, ikkitadan ko'z bo'ldi. Xo'p. Eshikni splashnoy boshdan oxirigacha qilib qo'ysak bo'laveradi bitta teva ko'z bilan. Bu akamiz, xo'p, buyurtmachi akamiz eshikja bo'y baland bo'lib ketyapti, ichicha pasaytirib berdi. Ikkita promogali bo'ldi. Xo'p. Eshiklar tayi alyumindan bir, oynalar 2 qavat. 2 qavat oqqa yo'dviy bo'ldi. Eshikning ko'zlari, eshikning ikkita ko'zi gulli bo'ldi. Xo'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroyli bo'lib o'rnatilgan. Xudo xolasa chiroyli chiqdi mana. Xo'p. Ochilib yopilishlarini ko'radigan bo'lsak, Xudo xolasa zo'r ochilib yopilyapti mana. Endi ichkari tarafdan bir qator sizlarga video obzor qilib beramiz. Mana biroz qorong'ilik qilyapti. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Xo'p. Mana ichkaridan ko'rinishi. 25 lik padagonliklari bor mana. Xo'p. Bu xudo xolasa tayyor, ishga tushgan. Plonkalar shilib yuborilgan. Xo'p. Mana 25 lik trapetsiya padagonli. Xo'p. O'zini mana Delfin ruchkalari, akfaning logotiplari ham turibdi mana bu yerda. Xo'p. Delfin tij bo'lgan bag'i. Xudo xolasa ochilib yopilishlari yengil, qulay ochilib yopilyapti mana. Xo'p, keyingisi ham xuddi shunaqa ikkita ochilish bo'lgan. Xo'p. Anchadan beri ochilmaganiga rezinkalar yopishib qolibdi. Xo'p. Mana ko'rishingiz mumkin. Alyumin butiljitalari mana ichida ko'rinib turibdi. Xudo xolasa Akfa brendida bo'lgan, Akfa o'zining mahsulotlaridan original, yaxshi materiallardan bo'lgan, foydalanganmiz. Xo'p. Ruchka zamoy oshiq-moshiqlari, rezinkalarigacha xudo xolasa Akfaning o'zinikidan yaxshisidan bo'lgan. Xo'p, mana tashqariga chiqib ko'rsatamiz bir qator. Kimga shunaqa eshik romlar va terasga, ayvonlarga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab, yetkazib, olib borib o'rnatib berish hammasi ichida bo'ladi. Xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ko'rinishi mana. Xudo xolasa mana chiroyli chiqqan. Mayli qadrli kuzatuvchilar,
hamyurtlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi ishlarda ko'rishguncha xayr.